Hunlar Yevropaga o'zlari bilan Volga va Itil daryolari oralig'ida yashovchi ko'plab turkiy xalqlarni ergashtirib kelishdi. Hunlardan avval Yevropaga qadam qo'ygan turkiylar, skiflar va sarmotlarning zaiflashuvi natijasida askotlar, ya'ni german qabilalari dengiz bo'ylari va Don daryosi yoqalariga qadar kelishgan edi. Hunlar gotlarga qarshi juda ham shiddatli janglarni olib borishdi va ularni mag'lub etib, katta qismini asir qilishdi. Bir qismi esa boshqa german urug'lardan bo'lmish Vesgotlarga qo'shilib ketdi. Ayni vaqtda Vesgotlarni o'zi ham Rim imperatoridan yordam olishga majbur bo'lishdi. Yevropa xalqlari hunlardan qo'rqib va qolaversa bir-biridan cho'chib, turli tomonlarga ko'cha boshlashdi. Bu davrlarda hunlarga mashhur hukmdor Attila yetakchilik qilardi. Uning qachon tug'ilgani va hattoki qayerda tug'ilgani ham juda ham bahsli savollardan biri hisoblanadi. Attila so'zi otli, ya'ni bo'lmasam ismli, nomdor va boshqacha tadqiqotlarga ko'ra esa ota so'zidan kelib chiqqan bo'lishi ham mumkin. Attila taxminan 434-yilda taxtga chiqdi. U o'z qarorgohini hozirgi Vengriya hududida tiklab, eski turklar rasmincha chodirlarda hukumat ayladi. Rim imperatorlarini esa soliq to'lashga majbur etdi. Ushbu xaritada esa siz uning davlatini ko'rishingiz mumkin.